Assalomu alaykum hammaga. Bizda yengilay. Ukalar. Ana. Yengilayni yomoni ham bor, yaxshisi ham bor. Jo'jamiz o'likdot. Hozir olib keluvdi. Ertalabga cho'lib qolsa kerak. Hozir olib keluvdi. Bosib tashlabdi ukalar. 4 ta olib kelganmiz. Mana ham bor ichida. Mana shu bor. Yana bittasi bor edi. Mana ham bor ukalar. Mana shu 4 talasini olib keluvdi. Mana shu 4 talasi ichida mana ham bor. Mana shunisi yaxshiroq ekan ukalar. Bitti. Mana shu o'lib qolsa kerak, nima qilsa bo'ladi ukalar. Bu yaxshi-yu kasali borda. Shu 3 tasi o'rtog'imga berdim. Kasal qilib qo'yibdi. Yana qaytarib oldim ukalar. O'rtog'im boqolmadi. Nima qilsam bo'lar ekan ukalar, mana bular tuzalib ketishi mumkin. Mana bu tuzalmaydi-da. Mana bunisi yaxshi. Mana biladi, aslanni. Mana biladi ukalar. O'lib qolsa kerak deb o'ylayman. Jig'ildonda ham hech balo yo'q. Menimcha o'ladi. Kichkina bo'lib qo'ygan. Bechora.